Assalomu alaykum. Albatta, qayerda bo'lsang ham, lekin o'zing yurtingni ta'mini, o'sha hidini va albatta mazasini sog'inasan. Ko'p bo'lgani yo'q kelganimizga, lekin darrov sog'inib qoldik va darhol bildik qayerda yaxshi saharlik qilishini. Mana shu Ramazonda albatta Don Azani tavsiya qilishdi. Don Aza kelsam begona emas, o'zim shogirdim Azizxonni joyi ekan va men uchun juda ham yoqimli bo'ldi. Bittasi to'y oshi, bittasi esa choyxona oshi ekan. Bugun oilamdagilar ancha charchaganda, lekin shunga qaramasdan o'g'lim, kelinim, qizlarim ham kelishdi. Bilasizlar, ayollar oshxo'r bo'lmaydi, lekin vatan sog'inchi bo'ldi. Bugun osh ekan desam, oshga boramiz desam, birinchilardan bo'lib tayyorlab turishdi. Shuning uchun aytmoqchimanki, bugungi mana shu saharlik uchun katta rahmat jamoaga. Hammasi o'zbek, hammasi qaysidir ma'noda mehr bilan taom tayyorlashgan. Bu borada albatta jamoani rahbari Azizxonga katta rahmat aytaman. Bugun mana shu o'zbek yoshlarini birlashtirgani uchun, o'zbekning taomini dunyoga mashhur qilgani uchun. Bu yerda juda ham ko'p millat vakillari bor. Ichkarida ko'rasizlar. Uyg'urlar, ruslar, boshqa millat vakillari, o'zimiz mana shu arablar, hindlar, pokistonliklar va ular juda ham bizni taomlarni yaxshi ko'rishadi. Chunki bizni taomda mehr bor, mazza bor. Nima deysiz endi? Endi nima deymiz? O'zbekiston xalq shoiri Muhammad Yusufov to'rt qator she'r esimga tushyapti. 3 kunda sog'insam nima qilayin? Chala qolar bo'ldi barcha sayohat. Shuncha ovqat bo'lib turib ham, noz va ne'matli bo'lib turib, baribir o'zimizni palovxon to'riga yetadigan taom yo'q. Kelinglar, Don Aza Dubayni markazida. Menimcha eng yaxshi orientir bu Emirates Mall. Sog' bo'linglar.